Hamma ustalar hozir shogirdiga shunaqa qilyapti-yu. Bitta akamiz bor. Mana narsalar hammasi figuralari shu akamizni qo'lidan o'tadi. Abduh aka qarab ko'ring. Xullas kalom, boltalari, figuralari hamma yo'g'i shunaqa bo'ladi. Mana shu akam qo'lidan o'tadi. Hammasi kecha kuni ustaga akasi, ustaga aytdingiz, mashinasini balon tugab ketgan ekan, palovozini o'rib olibdi, pachimlik to'kilib ketib. Ustaga yangi palovoz qo'ygizdirdi. Usta aytdiki, endi yangi balon qo'ymasangiz, yana pachimlik to'kilib, palovozlar o'rilib ketadi, yo'lda mashinangiz baloni chiqib ketishi mumkin dedi. Men shuni eshitib qoldim. Endi xullas kalom, mana shu videomiz 10 mingta layk yig'adigan bo'lsa, qarang Abduvohid aka. Men sizga mashinangizga 4 ta yangi balon taqib beraman. Bo'ldi, xudo xolasa. Bo'laveradimi? Mana shu videomiz masalan, xudo xolasa, Arafa kunigacha yig'ib qolsa, Arafa kuni danga olamiz, addushi, oylik yozilaveradi o'sha kuniga. Men sizga 4 ta balon o'shaning uchun taqib beramiz. Hayitdan bir kun oldingacha yig'ilib qolsa-da, agar 10 mingta layk oshib ketib qolsa, boshqa narsa nima qilish yo'q, so'rash yo'q. Shu 4 ta balon xolos. Bo'ldimi? Xullas kalom akalar, kommentariyani ham poni bosaveringlar. Kommentariya yozib turganlarning ichidan xudo xolasa ikkitasiga mana shu pichoqlardan tanlaysizlar. Mana shu pichoqlardan hozir raqam qo'yib chiqarib qo'yamiz bitga. Mana shu pichoqlarni tanlaysizlar. Ikkitasini kommentariya yozganlarga beraveramiz akalar. Xudo xolasa bosinglar.